Assalomu alaykum. Bugun sizlarga yarim tayyor mahsulotimizni rangli sho'rlarni pishirishni ko'rsataman. Bu sho'rlarimiz 4 xil rangda bo'ladi. Sarig'ini, xamirlari, zarchiva qo'shilgan, yashili shpinat suviga bo'lgan, qizili qizillovligini suviga bo'lgan, ya'ni 4 xil rangli xamirda yosh bolalarimizga ham juda ma'qul keladigan sho'ramiz bo'ladi. Sho'rlarimiz uchun qaynab turgan suvga mazaliroq bo'lish uchun sabzavotlarimizni solib olamiz va ovocnoy Vegetta pripravasidan foydalanamiz. Suvimiz 5 daqiqa qaynagandan keyin sho'rlarni solsak bo'ladi. Rangli sho'rlarimizni solib olamiz. Yarim tayyor sho'rlarimiz tayyor bo'ldi. Bu sho'rlarimizni sho'rvasiz, ya'ni chuchvarani o'zini yesangiz ham bo'ladi. Sho'rlarimiz tayyor bo'lgandan keyin shu holatda bo'ladi. Buni ustidan sousimizni quyib yuboramiz. Yarim tayyor pishgan chuchvaramiz tayyor bo'ldi. Rangli chuchvaramizni shunaqa holda iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Yoqimli ishtaha.